Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, bugun огородimni gullarini ko'rsatmoqchiman. Mana bu gul indiski sirin. 3 ta sirinni bir qilib o'rganlar mana. Qaranglar azizlarim. Mana shu yil ekdim, mana ko'kardi. Mana. Qani endi ko'ramiz, qanday gulla ekan, qanday holatda ekan. Nasib bo'lsa, albatta ko'rsatib boraman. Mana bu bog' gullarimiz. Mana. Mana bu xurmo. Olma daraxtlari ham bor mana. Mana azizlarim, mana Washingtonia guli. Buni tuvakka olamiz qishda, yozda yerga ekamiz. Mana ukini bozordan olib kelgan gulim, mini roza. Pakana roza. Rozichka juda chiroyli, qaranglar azizlarim. Xuddi atlasga o'xshaydi, atlas materialga o'xshaydi. Mana bular ochilib yotibdi mana. Juda ham ajoyib, juda chiroyli. Mana bu sariqlarni qaranglar. Juda ham ajoyib. Mana bunisi juda chiroyli, sariq ham chiroyli. Sariq rangni yaxshi ko'raman. Mana bunaqa xizrantiyam ham olib kelgan edim. Mana quyoshda istab qiyshayib qopti. Quyoshga qarab o'syapti-da. Bitta soyali qilyapti azizlarim. Mana bu yerda ham oqa ochilgan. Mini rozani mana oq rangi. Mana bu ham palma guli. Mana ham yozda dalaga chiqaramiz. Qishda uyga kirgizamiz. Mana bu miyatalar. Mana bu topiylar azizlarim, mana shu qanday gul. Bu ham miyata. Mana kameliya gulimiz, mana ko'kargan, erta bahorda ekkan edik. Mana azizlarim, kameliya guli juda ham yaxshi o'zgargan. Mana yana butonli ham qilyapti. Qaranglar. Qani ko'rsatib boraman sizlarga qanday bo'lar ekan yozlarda. O'zimizning yozning issiq kunlarida qanday chidar ekan. Lekin soyaga ekkanmiz biz. Mana bu bundalish guli. Buni ham soyaga ekkanman. Lekin o'zi quyoshli tomonga ekish kerak ekanda. Lekin soyaga ekib qo'yganman. Mana azizlarim. Mana azizlarim qaranglar. Mana arma gulim. Arma gulimni o'tgan yili oftobga, ya'ni quyoshga ekkandim, shunday barglari sarg'ayib ketdi. Shu yil soyaga ekdim, juda ham ajoyib, qaranglar, chiroyli. Buni qishda tuvakka olib uyga kirgizamiz. Yozda dalaga chiqaramiz. Juda ham chiroyli. Azizlarim, keyingi videoroliklarda uchrashguncha g'oyibona deb qolaman. Sog' salomat bo'lasizlar azizlarim. Allohim hammamizni sog'lik, tinchligimizni bersin.